Mına dostlar, echkiler. Qanchadan bo'ladi ata, echkiler? Bu eko boz. Bozlar qanchadan? Boz 7000 ga kam bor. Boz ekan mına eko 7000 dan kam bor deydi. Uloqtarchi? Ha? Uloqtar. Uloqtar 4000 5000 ga. 4-5000 so'mdan. So'yishga kerak. Mına qisirlarchi misol? Qisirlar bu 6000 so'm, narxlar 7,5 ming ga. 6-7,5 ming. Semizligine qara, ha? Naka dostlar, jalpısından echkilerin bası uşunda ekan. Qozul nemeler yo'q bunday, uloq borlar. Uloq bor yo'q. Assalomu alaykum, taqsir. Ular qo'chqor o'xshaydi bor, ha? Ha, qancha qo'chqorlar bular? Normal bo'ldi. Ya, qo'z qo'chqor bu bor. Qo'z qo'chqor ekan dostlar. Qaysi parada va bu? Bilmayman, men ham oldim. Qanchadan oldingiz? Oldim-da. Qanchadan satasiz mayli? 20 dan. Barın. 20 ming so'mdan deydi. Bu qo'chqor qaysi parada ekan, ava? Arodasi bormi? Gisar bu. Toza va? Toza gisar qo'chqor deydi. Qancha tish bu? 4 tish. 4 tish qo'chqor ekan. Puluchi? 35 ming so'm deydi. Naka. Naka, bular qo'zi qo'chqorlar ekan. Pullar qanchadan ava? 13 dan. 13 ming so'mdan, ha? So'yishqa jaraq deydi. 13 ming so'mdan deydi qo'zi qo'chqorlar. Qo'chqorlarni 5 oydan beri boqyapman. 5 oydan beri boqyapsiz 5 oydan beri uyingizda. boqyapman. 13 mingdan satasiz. 13 mingdan satyapman. Buni O'zbekiston ochiq malida bu qo'ylarni 14-15 dan olasiz. Qo'ylar taqib tushib ketdi. Tushib ketdi-mi? Tushib ketdi. Ne qilsin, ochib qo'ysinmi O'zbekistonda? Ha. Chegarani ochib qo'ysinmi? Ha, chegarani ochib qo'ysin. Dehqonlar buyuyotamiz biz. Siz dehqonsizmi? Yem berib, ko'p berib 5-6 oydan boqib, mana ularni baqqan qo'ylarimiz narxına chiqmaydi. Aqtavay qaltar. Aqtavayda. Ha. Anda ava O'zbekistonda ochib qo'ysa, ettin basi qimmatlab ketdi-da. Aqa qanday qaraysiz? Qimmatlasa, qimmatlasa ana biz qirg'izlar qo'yimizni bog'i o'li bekor ishlayverib, qiynalib yuraveramiz. Demak, Aqtavay qaltatganda? Aqtavayda, mana ko'rmaysiz, mana qo'chqorlar. Ayollar jaqna 5 oy baqqan mana shu qo'chqor. Ha. Shuni hozir 10 mingdan zo'rg'a so'rayapti. 10 mingdan. Ondan so'ng ular 13 dan 14 dan ketadilar bundaylar. Qiynalyapmiz. Shu mol bilan tilchilik qilamiz. Undan keyin kelib ele mana bozorga kelsak, bundan chiqmay. Mana dostlar, bizda kishine biri bala chaqa boqib tilchilik qilishimiz kerak-da. Bu so'zingiz Ayol chorva ministrligini arnaladi. Chalayim bu. Ayol chorva ministrligini aytib o'tasizmi? Men aytib o'taman-ku, sen internetga chiqarib ber. Ova. Nanda dehqonlar mana shu deb qo'ylar, mollari pasmi? Son uylarimizni 100 minglik mollarimizni 70 mingga sotyapmiz. Torpog'i bilan. Qanday degan narsa? Anan go'shtni ba'zi chidagan. Bunday da'va, agar O'zbekistonda ochsa, Qirg'izistonda ettin basi qimmatlaydi tag'i. Qimmatlaydi. Qimmatlaydi. O'shanda shu 500 ga yetmaydi bari o'shanda. 450 bo'ldi. Hozir ham buni-chi, buni qassoblar olib reza foyda qilyapti. Ularga foyda bo'ladi. Bizga ziyon bo'ladi. Ha, bunday dostlar. Avam o'zining qaltis fikrini aytdi. Kommentariyaga yozingizlar. To'ra o'tira emasmi? Ova. Ova, YouTube'ga chiqaraman. Ova, chiqim media. YouTube'ga chiqarib turasizmi? Oho, bu yerda. Qo'chqorlar kimdan ekan? Bizdan. Sizdanmi, ova? Qaysi parada bular? Gisarskiy. Gisarmi? Tozami? Ova. Qancha tish ova bular? 4 tishga o'tdi. 3 dan 4 tishga o'tib o'tayotgan do'stlar. 2 dan. Salmonni tartib ko'rdingizlarmi? Salmonni tartib ko'rdik. 120 chiqyapti-da. Oho, 120 kilogram chiqdi. Puli qanchadan bularning? 35 dan kam bor optimga. Optimga 35 ming so'mdan kam bor deydi. Jeki olsa-chi, byuroni olsa? Jeki olsa 35 mingga beraman byurosini. Kemi yo'q berasiz? Yo'q. Optim olsa kemi etib berasiz? Optim olsa tushirib beraman. Naka dostlar. Toza gisar ekan.
Тажикстандан Баткен аркылуу өткөн окшойт булар. Сиздики канча болду аба? Я. Сизденби? Сенен мүкам? Гисар. Бул деле гисарбы? Тажикстандан чыккан гисар бар. Канча тиш булар? Булар козу али. Козубу? Пулучу? Пулу 18 миңден отос. Гисар козулар 18 миң сомдон дейт. Эркек, а? Меке. Үчкүн медиа. Аба кайсы парада булар? Ушулар сатылып кетти достор. Канчадан саттыңыз аба? 10,5 сатылып кетти сарылар. Сарылар. Мынада гисар, а? 10.500 сомдон сатылып тур ушул гисар. Митс койларбы булар, а? Эркек бургачыбы? Erkek. Эркеккен. Канчадан аба булар? Ya aldık. Канчадан алдыңыз? 40.500. Төртөнү. Төртөнү 40.500 сом калыптыр. Почти ошондо 10.100 сомдон болобу? Булар кошкор окшойт ака? Кошкор. Канча тиш булар? Коз эми түш бузда. Тишчар элек, а? Тишчар. Пулу канчадан? 15-тен 30 кем бар депmiz. 15-тен 30 миң дейт экөө. Бирок 30 миңден кеми бар, а? Кем бар. Булар тишчар элекпи таксыр? Канчадан булар? 13'ten. 13 дейт. Эркек, а? Кошкорлор. Тишчар элек, тишбуз элек кошкорлор 13 миң сомдон дейт. Мынакей достор, бүгүн 2021 жылдын 21 февралы бүгүнкү күнгө болгон Учкун мал базарындагы жалпы бааларды тартып бүттүк. Биз сиздер менен кийинки базар күнү ушул жерден жолугабыз. Баарыңыздар биздин каналга жазылыңыздар.